Assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan PlayStation 3 da qandoq videolarni, kinolarni через flashga ko'rishni o'rganamiz. Buning uchun bizga nima kerak bo'ladi? Flashga kerak bo'ladi. FAT32 da bo'lishi kerak. Ichiga nima kinolar joylashtirilgan bo'lsa, qandoq ko'rishni hozir ko'rsatib o'taman. Bizga Movian degan programma kerak bo'ladi. Skachatib olsanglar bo'ladi. Bu joydan agar xohlasanglar Telegram kanalimizga kirib, kanalimizning ichidan olsanglar bo'ladi. Movian degan. Skachat qilib, uni PKG faylini uстановка qilib olasizlar. Hozir add0 mana Movian 2 marta bosamiz, X knopkasini da. Package Manager kiramiz. Install Package Manager standart Movian chiqib keldi. Uстановка qilib olamiz. Uстановка qilganimizdan keyin srazi paydo bo'lmaydi. Srazi ko'rinishi uchun PlayStation'ni bitta o'chirib yoqishga to'g'ri keladi. PlayStation yongandan keyin agar hand pрошивкали bo'ladigan bo'lsa, взломиlar handli bo'ladigan bo'lsa, 10-15 sekund kutib turishingiz to'g'ri keladi. Nimaga? Chunki handni aktivatsiya qilayotganda srazi yonishi bilan aktivatsiya qilsanglar qotib qolish ehtimoli katta. Mana hozir uстановка qilganimiz Movian paydo bo'ldi. Hozir handni ishga tushirib olamiz. Agar sizlarniki customli pрошивкали PlayStation 3 bo'ladigan bo'lsa, sizlarga bunaqa qilish shart emas. Bu faqat hand vzlomini ishlatadigandagi handni yoqish shart. Movianga kiramiz. Movianga kirishdan oldin, masalan, flashkani tiqib olamiz. PlayStationga ichiga nima kinolar yozilganmi, nima yozilgan bo'lsa, nimani ko'rmoqchi bo'lsangiz, через PlayStation olamiz. O'tgan videomizda FTP ni ulashni ko'rsatgandim. Через FTP ham masalan video kinolarni tashab через Movian ko'rsanglar bo'ladi. O'zini xotirasiga yuklab qo'yasizlar shunda. PlayStation o'zini xotirasida turadi. Mana ko'rib turganinglardek, hozir mana flashkamizni ko'rdi interfeysini ko'rsatyapti. Mana bu PlayStation 3 ichidagi o'zini xotirasi. Masalan, DVD iso, masalan, papkasiga kino yuklasanglar, через FTP mi, через multimami kopировать qilib kirib ko'rsanglar bo'ladi, bemalol o'zida qoladi. Nazar, hozir bizga flashkamizning ichini ko'rsataman. X knopkasini bosamiz. Mana flashkaning ichidagi bu video deylik. X bosamiz. Mana ko'rsa bo'ladi. O'tkazsa ham bo'lyapti mana. Bo'ldi. Buni bemalol ko'rsanglar bo'ladi shunaqa qilib. Videomizni tomosha qilganingizga rahmat. Bizani kuzatishga davom etinglar. Qiziq videolarni qo'yib borishga Xudo xolasa harakat qilamiz. Podpiska tashlab qo'yish esingizdan chiqmasin. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.